Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yozabola O'zbekiston kanali obunachilari, biz kuzatib turgan yaqindan aka-ukalar. Biz hozir yangi sushka qurishni boshlaganmiz. Xudo xolasa bitta 90 bilan 110 gradus o'rtasida pishib chiqadigan sushka qo'yapmiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Qoliplarimiz, sushkalarimiz tayyor bo'lib qoldi. Xudo xolasa 1-2 kunda to'lib bitib qoladi. Videolarimizda katta kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Fikrlaring, takliflar bo'lsa, oldindan buyurtmalar berish yoki takliflar bo'lsa qabul qilamiz. Kamchiliklarimizni kommentariylar yozib qo'yinglar. Podpisatsiya qilib yordam ko'rsatinglar. Narxlarga keladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab 17 ming so'm dastavka qilib beramiz. Uzoq joylarga kelishiladi. Biz chiqargan gazovolarda kilosi quriganda 23 kiloga yaqinroq chiqadi. Har biriga 10 kilodan semut qo'shiladi akalar. Nomerlarimiz 91 651 2095. Telegram nomerlarimiz ham bor. Aloqaga chiqib, bemalol tushunmagan narsalaringiz bo'lsa so'rab olishlaringiz mumkin.